O'zbekiston Pro Ligasi 6-turidan o'rin olgan Fardo Respublika futbol akademiyasi uchrashuvidan so'ng matbuot anjumanining ikkinchi qismi. Biz bilan Fardo jamoasi bosh murabbiyi Shavkat Yusupov ishtirok etyaptilar. Shavkat aka, dastlab o'yin haqida fikrlaringiz. Bugungi o'yinga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi bo'limda bugungi o'yinga rotatsiya qilgandik. Xo'p, birinchi bo'limda biz o'ylagan rotatsiyadagi o'yinchilar kirishib ketishi juda qiyin bo'ldi. Ikkinchi bo'lim keyin ularni almashtirib o'rniga o'ynayotgan, bundan oldingi uchrashuvlarda o'ynagan o'yinchilarni chiqaruvdik. O'yin o'zgardi, hujumlar uyushtirdik, gollar urdik. Lekin gollarimiz qoida buzilganda topildi, atmen bo'ldi. Kurashdik, yakunda yana gol urib mag'lubiyatdan qutulib qoldik. Respublika futbol akademiyasida yosh iqtidorli bolalar yig'ilgan. Ularda xohishi juda ham kuchliligi ko'rinib turibdi, lekin ikkinchi bo'lim ularda charchoq alomatlari his qilindi. Shundan foydalanib biz bosim o'tkazdik. Mag'lubiyatdan chiqib ketish uchun bolalar juda ko'p mehnat qilishdi, ter to'kishdi. Hammasiga minnatdorchiligimni bildiraman. Keyingi uchrashuvlarda Xudo xolasa g'olib bo'lib, jamoamizni, muxlislarni, rahbarlarni xursand qilishda davom etamiz. Jamoa oldingi chizig'i vakillari Boburbek Farhodov, Sohib Muhammadiyev, shu kabi futbolchilar jarohatda ekanligi sabab bugun hujum chizig'ida Rizayev Azib yakkalanib qolgandek ko'rindi. Unga ko'proq Nodirbek Karimov yordam berdi. Oldingi chiziq vakillari rostdan ham bizda yo'qotishlar bor ekan. Hozirgi kunga kelib jarohatlangan futbolchilarimiz soni 5 nafarga yetdi. Xo'p, mashg'ulotlarda Sohib Muhammadiyev qayta jarohatlanib uzoq muddatga safdan chiqdi. Mahram Abilfazov ham jarohat oldi. Bobur Farhodov G'azalkent bilan uchrashuvda zaxiradan chiqib, yana zaxiraga olindi, u jarohat oldi. Shohruh Yoqubjonov Aral bilan uchrashuvda noqulay yiqilish oqibatida tos qismidagi shikastlanish bo'lib, hali ham safga qaytgani yo'q. Asosiy o'yinchilarimizdan 4-5 nafari jarohat oldi. Xudo xolasa bu vaziyatdan chiqib ketamiz. Hali uchrashuvlarda o'zimizni ko'rsatamiz degan umiddamiz, mehnat qilamiz, xatolar ustida ishlaymiz. Kamchiliklarni ko'rib chiqib, uni bartaraf etib, keyingi uchrashuvga tayyorgarlikni boshlaymiz. Jasurbek Umarov jamoaning yetakchi futbolchilaridan, u ketma-ket uchrashuvlarda o'ynagani, Nukus safari, ular bugun uni birinchi taymda charchoq alomatlari sezilgandek ko'rindi. Jasur Umarov tajribali o'yinchilardan biri. Deyarli har bir uchrashuvda to'liq ishtirok etdi. Bugungi uchrashuvda ham uni asosiy tarkibga chiqargandik. O'sha charchoq alomatlari sezilganligi sabab futbolchi charchaganda xatolari ko'payadi. Uni zaxiraga oldik. O'rniga Ibodjon Abilfazov chiqib, hujumlarimizni boshlashda katta hissa qo'shdi. Jamoani oldiga yetakladi. Har bitta futbolistimiz g'alaba uchun hammasi harakat qilishdi. Xatolar ham bor, lekin o'sha xatolarni ko'rib chiqib, to'g'rilab, yana rivojlanishda davom etamiz. Rahmat javoblar uchun. Savollar bo'lsa, marhamat. Assalomu alaykum. Oxirgi paytlarda Superliga hamkorligida ham hakamlar xatolar bilan ko'zga tashlanyapti. Bugungi bahsda ham hakam bir vaziyatda tushunarsiz holatda Fardoning golini bekor qildi. Hakamlar haqida fikrlaringiz bo'lsa. Xo'p, hakamlar haqida hakamlar qo'mitasi bor. O'sha hakamlar qo'mitasi shug'ullanishadi. Mani hech qanaqa hakamlarga gapiradigan gapim yo'q. Yana savollar yo'q bo'lsa, matbuot anjumanini yakunlaymiz. Ishtirok uchun barchaga rahmat.